स्वप्न सुनहरे घाव गहरे हर धारा में लेके चली जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना पाती कल कल अविरल बहती जाती प्राण नदी जीव नदी। İlah Şiva. Men qilgan barliq gunohlarimga iqror. Navoda o'lish gunohdan poklanishning birdan bir usuli bo'lsa, undaqda mening jinimni og'in. Lekin bu bola hayot qilish kerak. Uni saqlayotgan onasi uchun hayot qilish kerak. Mahishmatning taxtiga chiqish uchun hayot qilish kerak. Mahindra, bahubali, cho'qim hayot qilish kerak.
Voy tanrım. Hey, nimaga qarab turibsizlar? Tezroq qutqizmam sizlar. Hey, ehtiyot qil, ehtiyot qil. Bu qandaq ish? Men bilmedim begim. Qo'liga taqib olgan narsasidan qaraganda u ayol bir ajoyning xonishi bo'lsa kerak. U o'lgan vaqtda qo'lni osmon qilib balani egiz ko'tarib olgan ekan. Begim! Ha? Ular cho'qim u ayolni o'ltirgili kelganlar. Lekin qarmoqqa u ayol bulardan ko'p talaylikda qiladi. Begim! Voy tanrım, önkürken o. Biz azaldan bu yerda bir önkür bağlığını bilmeydi ekanmiz. Qaraganda bu önkür orqali udul tog' cho'qqisiga chiqqili bo'ladi ekan. U ayolning bobalni ko'tarib tog' cho'qqisini ko'rsatganiga qaraganda, u bizning bobalni tog' cho'qqisiga olib chiqib qo'yishimizni umid qilsa kerak. Nima? Sarang bo'ldingizmi? Ular bu buvoqni o'ltirish uchun lashkarlarni avatgan tursa, siz uni taqib chiqib qo'ysangiz, u xatar ichida qoladi. Lekin sanga bu Yo'q. Bu bola mening bo'ldi. Mening balam yo'q edi. Daryo ilohiy Shiva menga bu balani ato qildi. Aranglarda kimki bununla qarshi chiqar ekan, men shuning bo'ynini uzaydiman. Hay, u yerda nimaga anviy qilib tursizlar? Chopsan o'nkirning og'zini yutidinglar. Shiva! Shiva! Bu yerda nim qilib atsan qo'zam? Oppa, u yerda nima bor? U yerda jin alvastilar bor. Ular maxsus kichik bolalarni tutib yeydi. Lekin meni u yerga chiqqim bor, oppa. U yerga chiqaman degacha bo'lma. Uyga ketaylik, ha? Men sana necha qatim aytdim, o shaqiratmoq yamashma deb. Nimishqa yana yamashsan? Sen mening barlig'im balam, endi yamashmoq bo'lamdi. O bu qitim yamishib chiqib ketilganda qiladi. Mumkin emas. O shaqiratning egizlikda bulutliq taqashqini ko'midingmi? Yana kelib u yuzgaz egizlikdan serilib tushib ketayotgani qancha uzun bo'ldi. Har qitim chiqibla, yana serilib tushib ketadi. Hey Shiva! Chopsan berib opamning nima qilayotganligini ko'rib boq. İlah Shiva. İlah Shiva. İlah Shiva. İlah Shiva. 50 qitim bo'ldi. Yana 101 qitim suv quyib jo'ysangiz, tilingiz ijobat bo'ladi. Aqsaqal. Men mushunda qilsam o'g'lim gapimni anglamdi. U endi taqi yamashmaydigan bo'lamdi. Albatta, bu degan noit qara keladigan nazar.
chin niyat ixlosingіз bilan yursinizlar. Iloh Shiva o'g'lingizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi. Bo'ladi, oqsoqol. Qudratli Shiva. Apa, sen yaşınıp kaldın. Bundak sotuşuyum dep. Bundak çepip yürsen sana faydası yok. Nerede? Apa, gepimni anla. Bulam da, ha? Nemişqa, sen mening gepimni anlab baqdingmi? Dada, ötünay apamga gap qilsangchi. Sanga. Nima? Bu gul haqqini. Dada. Meni qo'yvat. Ma'qul, ems suni men turshay bo'lamdi. Bo'lmaydi. Iloh Shiva unda qilishga yo'l qo'ymaydi. Tilakni kim tilagan bo'lsa, yuyishni shu yursin. Hey, oqsoqol o'zingizning ishi bilan bo'ling, ha? Qudratli Shiva. Apa. Nim qilay deysan? Apa, men seni ko'tiray. Sen berib, suv akilib, Iloh Shivani yo'g'im bo'lam. Bo'lmaydi. Iloh Shiva unda qilishga yo'l qo'ymaydi. Tilakni kim tilagan bo'lsa, yuyishni shu o'zi tamomlasin. Hamda o'zi mengib berib, suv ep kelish kerak. Oqsoqol. Iloh Shiva ishkingni opamni o'ldirmoqchimi? Iloh Shivaning nima o'ylaganligini men nadim bilay. Iloh Shiva. Sanga chapsan kelib o'g'lingizning nim qilayotganligini ko'ring. U yana nim qilayotgandi? Shiva! Qo'lingni tat. Ilohga haqorat qilsang do'zaxga kirasan. Shiva, qo'lingni tat. Shiva. Shiva, unda qilma. कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरा परिक्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांग सिंधुरस्फुरत् मगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी Apa, endi ilah min qitimdimi ko'p yuyuna oladigan bo'ldi. Endi u har vaqt yuyinib tura oladi. Endi o'qish bo'lgansan.
Ақсақал, burun siz oldin bishorat bergandek, shu ishdan keyin o'g'lim o shaqiratmoq yamashmaydigan bo'ldi. Rostili bak yaxshi bo'ldi. Shivaning qudratidan gumonlanish hojatsiz. Lekin u kun bo'yi bir yog'och niqobga tikilib o'ltirdi. Yilqi cho'qidan Shivalingamning ustiga tushgan niqobqichu buningga bir ta'bir berib baqsangiz bo'pti ekan. Ilohning o'zining karomat o'rinlashtirishlari bor. Buni faqat iloh o'zi biladi. Men yana bir ishni tushunmadim. O'g'lim Shiva ilohni har vaqt jinolaydigan qildi. Buning bilan uning orzusi amalga oshib, tog'choqsiq chiqib ketamdi yoki Sanganing orzusi amalga oshib bu yerda qolamdi. Tushunmagan narsalaringizni ilib bu yerdan yo'q qiling. O'g'lim meni deb shunday qilgan. Albatta mening tiligim ijobat bo'ladi. Ajaba shunday emasmi? Ilohning o'zining karomat o'rinlashtirishlari bor. Qudratli Shiva, qudratli Shiva. Bu uning nima deganidir? Hey Shiva, bu niqobni qachongacha ko'zlayapsan? Sharqiratmaning ustida cho'qim odam bor. Balkim odam bordi, lekin opang seni chaqiryapti. Yura ketaylik. Sizlar mang'ash turinglar. Men birdam turay. Yuringlar, ketaylik. Siz kim o? Nemishqa mening qayshimga keldingiz? लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तो सुनना। जहाँ जाएगी तो वहाँ वहाँ आऊंगा मैं रोके से, मैं ना मानूं झुका हूँ हवाओं का मैं, थम न ठहर जाना क्या जानूं, जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में।
लेके तू प्यार का आशियां हाँ जरा हाँ जुबां तू कहे तो लुटा दूं ये जान विजितरि पुरुधिर धारा कलिता सिधर कठोरा कुलकुधर तुलित गंभीरा जय विराट वीरा विलय गगन तल भीकरा गर्जद्धारा धरा हृदय रस का सारा विजित मधुपाला हारा भयगरं शौ विभव सिंधु सुपरतंगं हरनरं सुन जरा तू सिंगार यारा सांवरा तू है मेरा Hey! Hey! Toxta! Toxta! O taraf kaçtı. Bu bir kıltakken onu öldürün lan! Sevgi ilahi. Sen bunu nereden taptın? Sizlerning bir adımınla dövlətimizga so'qinib kirib, xanish devonasini qutqizmoqchi bo'lganda biz uni o'ldirib etdik. Bu narsa uning qo'lining berishiga chigirlik ekan. Men ilib olgandim. Boshqasini bilmayman. Meni qo'yib eting, o'tinib qolay. Meni qo'yib eting.
Jasadlarni ko'ydirib yetinglar. Qilchilik iz qoldirishga bo'lmaydi. Delibmi? Qurban bo'pti, oqsoqol. Ko'z yeshing hargizmi ko'zini itvoqchi bo'lmasin. O'rdadagi hiliq hayvon malikimizni tutib solab qo'ydi. Uni yana shaharning o'tirsidagi maydonda sazoy qildi. Bizning xonish xuddi hayvonlardek qarilinib sazoy bo'lib ketdi. Bizning shon sharafimiz dapsandi bo'layotsa, biz jimjit chidab o'tyapmiz. Lekin hozir yig'laydigan vaqt emas. Balki g'azbimiz tashilgan vaqt. Qasminglarni unutib qoldinglarmi, azmatlarim? Qasimimizni o'lkicha unutmaymiz. Maqsadimiz uchun chaqmoq tezligida zarbaga o'tamiz. Jasoratimizni yo'qotmaymiz. Qiyinchilikqa duch kelsak, jasdimiz par-par bo'lib ketadi. Maqsadimizni amalga oshirishimiz kerak. Bağır şapşaklarının açtığımızı ayırmayı kaldı. Biz gafletçilik yürümezliğimiz lazım. Cismimiz ve ruhimiz bizi yok kadar anı diğer hükümdara mensup. Ruhimiz divasanı kuşkusu meselesi tutuldu. Oqsoqol. Men Mahishmatning Kattapa deydigan bir palvinining tarafini nihoyat ko'p anglagan edim. Anglasam u yaxshi odam ekan. Onundan yordam so'rab baqsaq bo'lmasmi? Kari kala katappar Nadir. O haqiqatan yaxshi odam. Agar uning yordam qilg'usi bo'lsa, albatta bizga yordam qiladi. Lekin u unda qilmaydi. Katappa Mahishmati shohining bir qulidir xolos. Katappa Shayx Islomxon deydigan Kabuldan kelgan qilich savdogari siz bilan ko'rishsam deydi. Bu qilishga ishlatgan materialning rodisi Bag'doddagi kandan qazvilangan. Ondan Golan teg'idagi lavada tovulinib, Rossiyadagi eng usta hunarvanning qo'lida yasalgan. Buni qo'liga olgan kishi hatto kichik bola bo'lsa-mu 14 banan daraxtini kesib o'talaydi. Men uningga Iskandar Qilishlar shohi deb ism qo'ydim. Haqiqatan isil qilishgan. Lekin aybga buyurma. Bu bizning taraqqiyotimizga yetishmay qoldi. Bu nima degan adabsizlik? Eg'izdan chiqqan gap va oqqizgan qonni menga qaytirib olg'ili bo'lmaydi. Undaqda siz men bilan elishib degan gaplaringizni isbotlab chiqing. Deganlarim rasmikan Katappa.
Jungo, Persiya, Mongoliya, Gretsiyalarni aylanıpmı? Sizga o'xshash azamatni tex ko'rib baxmagan edim. Sizdek azamat bilan birga o'ltirib g'izalanish men uchun sharaf. Marhamat Katappa. Aybga buyurmang islom. Bizning bu yerda qullar aziz mehmonlar bilan g'izalanishga ruxsat qilinmaydi. Qul? Siz harbiy yaroqlarga mas'ul sangansiz. Qandoq sizga qul bo'lasiz? Shundoq islom. Siz azaldan ko'rib baxmagan bir qul. U urush uchun qurol yaroq yasaydi. Janggohda bo'lsa o'z hayoti bilan davlatini qo'g'daydi. Lekin urush boshlanganda bo'lsa, u yana bir quldan iborat. Qani aytdingchi? Qanchalik pul bilan sizni hurlikka erishtira olayman? Sizni hurlikka erishtirish uchun men 10 hassa, hatto 100 pul xarjlashga rozi. Mening bahoyimni siz o'lchayamaysiz islom. Mening ajdodlarim jamoatimizdagi hammalar butkul hayotimiz bilan maishamatining xonlik huquqini qo'g'daymiz deb qasam bergan. Allah burun unutilib ketgan ajdodlaringizning qasam uchun siz qasam qilgan ajdodlarim hozir bo'lmasimi? Lekin ularning qasami yanada mavjud islom. Mening hayotim mushu zamonga bog'langan. Navoda sadoqatmanlik degan nima deyilsa, sadoqatmanlik dal sizkensiz Katappa. Har qanday narsaga ehtiyojingiz bo'lsa, menga o'xshash umrlik do'stingizni hargiz unutib qolmang. Vaşali. Tezli inip kelaman. Va'dimizni o'rindash uchun bizga nihoyat yaxshi bir fursat bor. Ular Bilal devining Mavlud kunini o'tkazmoqchi ekan. Keyingi oyning 5-ida butkul davlat tabriklash bilan oldirash bo'lib ketishi mumkin. Bu xonish devoslarni qutqizishning yaxshi bir fursati. Oqsoqol men boray. Oqsoqol men boray. Inovatim oqsoqol. Bu qitim vazifani Avantikaga topshiraman. Avantika! Avantika, o nima? Qandoq bo'lib? Siz qasmingizga qaraganda o'zingizni yasashni bakrak mo'yin biladigan o'xshaysiz. O'zingizga shuncha omraqkansiz, hayot mamatlik paytlarda hargizmi jiningizni qurbon qila olmaysiz. Siz bunday sharafga munosib emas, bo'ldi keting. Ko'z yoshlarim hargizmi ojizligimdan,
yoki ko'nglim yerim bo'lganligidan aqmayotidi. Ko'z yoshlarim qasimim uchun vujudimning larziga kelganligining isboti. Qasimimni o'rinlashga bo'lgan talpinishimning kuchliligini his qilgan bo'lsangiz, meni bag'ilib qo'ying. Ikki kun ichida yo'lga chiqmasangiz bo'lmaydi. Berib tayyorlik qiling. Cho'qim ehtiyot qiling. Navoda tutilib qolsangiz, sizni o'ltirishdan burun Bilal deva sizni qattiq qiynashi mumkin. Alileri, bu öküzni ormanlıktan tutup gelgili emde 2 gün boldu. Tek köndürülmegen. Bunda kısırları pek xatarlik. Şuna en yaxşısı... Hey vazir! 10 kalımı Bilal divane koktanmaydı. Kandak dedim köpçülük, he? Davamlaştırınla. Onu yıktılar. Yaxşı. Onu öldürüp ettim şahata. Gördün mü bu? Ha? Alileri öküzden boysundur diye. Alileri beklemekken o öküzden boysundur diye. Karanlık küpçülük. Kaltes. Ha ha ha.
Şahata! Kördüңlarmı? Ha? Şahatamdek əzmətini körüp baqqanmı? Kömüge. Əlbəttə körüp baxmağa. Kaltıske. Sening sadoqating haqiqatan o odamning kulgisini qistaydi katappa. Ko'nglingda izchil meni o'ltirib etishni o'ylab kelayotganligingni beraman. Lekin sen yanala o'z hayotingga qaramay meni qutqizding. Nemishqa bunday qilasan? Nemishqa bunday qilding? Ma'qul, qandoqla bo'lsan tartiblanishga loyiqsan. Qandoqla talabing bo'lsa degan. Alilri. Özleri divasnani qamab qo'yg'ili 25 yil bo'ldi. Uni qo'yib etgan bo'lsalar. Shoh so'zdan yonmas. Bo'pti, sening tiligingdek bo'lsin. Berib devasnani o'ltirib, ondan uni qo'yib etdi. O'lish ozod bo'lishning eng yaxshi usuli. Berib uni ozod qil, ha? Bora. Qilanmaysan. Emas, u faqat 25 yil emas. Taki o'lgicha davomli qiynalsin katappa. Hey! Hey! Sana xotin, tez tur. Hey! Tur. Ey divasna, sen titip bakmagan kıynaşta kanmıgandı deymen. Ayni chog'da sen meni tanlamay, aksicha uni tanlading. Lekin u hozir qayerda? Sana raskabni qilay devasna. Mushu yillarda birasining uning ismini, tilga olganligini anglab baqdingmi devasna? Qorong'u kechalarda yolg'iz yetib umidlaring uzilganda, ko'zi kishining sharaqlagan ovozi bilan billa uning ismini anglab baqdingmi devasna? Yo'q. Mahishmati xalqi Allah burun uni unutib ketdi. Ular endi o to'g'riliq paranglashmaydi. U ham ularning esida yo'q. Bu mamlakatda faqat ikkala odam uni unutmadi. Biri sen, yana birisi men. Sen o'lib ketishdan burun uni yana bir qitim ko'rib-bilish uchun uni esingda tutsan. Men bo'lsam, uni o'z qo'lim bilan yana bir qitim o'ltirib o'tish uchun esimda tutaman. Lekin har ikkalimizning orzusi amalga oshmaydigan bo'ldi.
Devasna xonim. Hech bo'lmasa hozir bo'lsinmi ma'qulda. Siz faqat ma'qul desangizlar, men sizni darhol qochirib o'taman. Acaba siz bir umr qamilib o'tmoqchimi? Yo'q, katappa. Mening o'g'lim keladi. U kelib meni cho'qim qutqizadi. O'lib ketgan bir bola qandoqmi sizni qutqizg'ili kelalaydi? O'g'lim texi hayot. U cho'qim meni izlab keladi. Siz o'g'lingizni deb azob tortyapsiz, lekin o'g'lingiz allburun o'lib ketdi. Fursatni ching tutib o'zingizni qutqizishingizni o'tinaman. Sizga endi bundoq fursat kelmaydi. Kechilik qarovullar har vaqt bu yerda paydo bo'lishi mumkin. Sizdan o'tinay. Ma'quldan bo'lamdi. Men izchil sizga yolvuryapman. Lekin siz behuda ishlarni qilyapsiz. Siz meni sarang'ib qag'ashqila mushundaq ishlarni qilyotdi deb o'ylamsiz, katappa? Mana bu o'tinlar. Matam murosimida ishlatadigan o'tinlar. Bular Bilal devoni ko'ydirib kul qilib yetalaydi. Uni talto'kis yo'qitadi. O'g'lim cho'qim keladi. U hilqa hayvonni bog'lab, mushu o'tin dövisi ustiga tashlaydi. O'tni mana men yoqaman. Bilal deva o'lish oldida uning jon taslim qilgan chaqdagi ichinishliq nolasi mahishmati osmonida yangraydi. O'g'lim cho'qim keladi. Nim bo'ldi Avantika? Tunugin biraylan mush yerda qo'limga gul chekib qo'yibdi. U meni ko'rsala cho'qim yana keladi. Avantika, Mironski nima u? Avantika, Siz mang'ishtiring. Avantika gapimni anglang. O'rangizdagi gullarni ko'rdingizmi? Uni yoqtirdingizmi? Nemishqa doim shunda g'amkinli yurisiz? Bir kulanmamsiz?
Oh, Tanrım özün ba. Hey, okuyatqınınız nemisi? Mendek yaxşı adamını öldürmekçimisiz? Sen kim o? Ha, mana əmdi boldu. İsmim Şiva, Amboli qabilesidən. Mening bu egiz taqqa yamishib chiqishim siz uchun. Ochchig'ini mandaq yaman. Gepimni anglang. Siz hozir qapqonga tushib qoldingiz, Avantika. Avantika? Degine. Sen zade kim? Boy deganlarimning hammasi rost. Mening taqi yamishib chiqishim. Faqat qudratli iloh Shivali bu taqi yamishib chiqalaydi. Mening demoqchi bo'lganim shu. Men shu Shiva. Men hammani dey. Lekin deyishdan burun sizdan so'rab baqay. Nimani? Siz kim? Siz kim o? Siz qurol osqan, savut kiygan, ko'zlaridan nafrat yig'ib turadigan bir qiz. Men niqobingizga qat'iy qiziqmayman. Mening qiziqadiganim niqob ostidagi shu odam. Men deb beray. Siz degan ayol. Men bir er kishi. Men sizning so'yganligim uchun sizga ergishib kelgan. Yürekimning siz uchun og'riyotganligini endi sezyapman. Bu mening
Men buni Şaqiratmaning atrofida yuttirib qo'ygan. Sizning taqqa yamishib chiqishingiz rostila meni izlash uchunmi? Faqatla men uchunmi? Mening bu yerga kelishim faqatla niqobning keyindagi kulgan chiroyni ko'rish edi. Afsus, texi uni ko'ramadim. पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज दिल से सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे इतने दिन मैं जिया क्या जिया अब तो जीना है तेरे लिए दिल ने दिल से ये वादा किया 100 जन्म भी लूं तेरे लिए पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे तू कहे तो आसमानों पे लिख दूं उम्र भर को अब तो होना जुदा सब लिख दूं आँखों से दिल पे लिख इश्क तो प्यारा है प्यारा यारा इतने दिन मैं जिया क्या जिया अब तो जीना है तेरे लिए दिल ने दिल से ये वादा किया फिर जन्म मैं लूं तेरे लिए पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज दिल से सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे Bu az ko'rildigan manzara. Yuzgaz egizlikdagi oltin haykal. Ilohmo bunchalik shuhratga erisholmaydi. Haykalni turg'izsaqla. Bizning shohimiz, ya'ni sizning o'g'lingiz Bilal Devaning nomi butun dunyoga tarab ketadi. Hammani tayyorlab taqildinglarmi? Shundoq olilari, mo'l-masmullik tabriklash faoliyatlari bor. Azaldan bo'p boqmagan qaynam tashqilliq bo'ladi olilari. Xotirjam bo'lsizlar. Avantika.
Aktırыңlar. Çıkın Bahubali. Alileri, beni koyuversinler. Alileri beni öldürmesinler Alileri. Beni koyuversinler Alileri. Beni koyuversinler Alileri. Beni öldürmesinler. Beni koyuversinler. Shiva, meni kechiring. Men nima qilishimni faqat uqmadim. Sizdan ayrilmagan taqdirdami, burchimdan voz kechsam hargiz bo'lmaydi. Siz meningki Avantika. Sizning borligingiz faqat mang'ila mansub. Meni vazifangizda o'rilish belgili qo'ying.
Men Devaslanın kimligini bilmayman. Lekin sizning burchingiz uni qutqizish. Men uni qutqizib olib kelaman. Bu mening sizga qilgan va'dam. जल रही है चिता सांसों में है धुआं फिर भी आसमान में है जगी भोर होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियां देख तो कौन है ये Mahishmati, sen ahiri erkin nefes alalaydigan boldun. Mening oğlum keldi. Bahubali qaytib keldi. Padişahның heykeli turg'izilganda hammanglar to'lab muboraklanglar. Padişahның heykeli turg'izilganda hammanglar to'lab muboraklanglar. Ciddileşmenler! Nemeli degan bilen o 100 kez egizlik heykel, 100 adam ölsümü karaydı çağlık, he?
Rahmat sizga. Tez buluş! Hey! O ne madem? Oğlum öyden çıkıp ketgeli 15 gün oldu. Hiç qaytib gelmedi. O sağ salamet mi? Şunu bilgin ba. Bizning o'g'limiz shundoq sog'lom, botir tursa, uning yana nemish Hiç bo'ladi? iş bo'lmagan bo'lsa, nemish hiç uyga yenib kelmaydi. Balkim o o'z ota-onasini topgandi. O cho'qim bizning beqib olgan ota-onasi ekanligimizni bilib qoldi. Bu endi qaytib kelmamdi. Sanga. Meni apa demamdi. Hey, ko'pchilik kuchanglar bulamdi. Tez bo'linglar. İlgiri ko'zimdagi nafratni ko'rib, vazifani o'rindayalaydiganligimga ishongan edingiz. Menga yana bir qitim ishonishingizni o'tinaman. Men Shivaning devasna xonishini qutqizib chiqib, meni izlab keldiganligiga ishonaman. Bo'ladi. Kim bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bahubalini o'ldi deydi. Men hech nima emas, faqat bir murda. Lekin siz vafot bo'lgan bo'lsangiz-mo, kishilar qalbida mangu yashaysiz. Bahubali. Bahubali. Bahubali degan ism xonadonligimda yana yangradi. Xuddi u haykal faqat uning uchun tiklangandekla.
kishilar yig'ilib qolgan dard alamini to'kiyotamdi yoki rostla bir odamni ko'rib qoldimi? Mumkin emas, hargiz mumkin emas. Biz shu vaqtda post turgan qarovullardan kimning eng boshda shu ismni to'lig'ligini so'rsaqli bo'ladi buva. Hey, bu yerda nima qilyapsan? Men Oliylari hammamizni huzuriga chaqirtibdi, yura. Aranglarda qaysinglar eng burun bahubali degan ismni to'g'ligan? Men tamg'a gap qilyapatdim. Tez gap qilish. Bo'lmasa hammaning tilini kesib tashlayman. Ha? biz kimning kelganligini ko'rdik oliylari. Quruq gap. Bir top yarmasla acaba pras olam ko'midi ama. Men ko'rgan oliylari. Bir cüp köz. Bana həcəb tanışla bilindi o. Badra, bana onu tirik tutup əkəbdə. Mengla! Hey, kimsen? O bu yerga tez tutayli. Onu tutayli. Bu tarafta gel. Son açılınlar.
Men sizning qutqizg'ili kelgan. Katappa, bir bulanchi o'rdaga so'qinib kiribdi. Yana shah oliylarining ichki harimga o't qo'yib yetibdi. Sen shimoliy quvuqni saqla. Katappa, onun tutqunni kesib et. Lekin menga tirigi lozim. Bosh ustiga shahzoda. Cho'qim tirik tutib kel. Yuringlar. Ay, belki verildi. Qo'yib beringlar. Hey! Ture! Hey, qiyr xotun. Shuncha yil jazolanibmi gunohingga yana to'y o'qimamsan? Har qatim birsini ko'rsanglar, uning bilan qochqining qochqan. Katappa, o beni öldürmekçi, beni öldürmekçi. Şahzadem, sizni qo'g'dash mening burchim. Sizni o'ldirish uchun avval mening oldimdan o'tish kerak.
devasna. Olgu! Ular devasnani deb kelgan. Ularni to'saydi. Senta! Anila! Siz bizning yo'qolay deb qolgan umidimizni qaytadan tirildirdingiz. Siz uni beqib bir qudratli azamat qilib yetishtirib chiqibsiz. Siz yana uni bizga qaytarib berdingiz. Mahishmat xalqi sizdan mangu minnatdor.
Apam shu tapda manga parishon nazari bilan qarab o'tadi. Men ularning kimligini bilmayman, lekin ular menga ilohga qaragan ko'zda qarashidi. Men ilgari azaldan ko'rib boqmagan, ham yerini yori qoplagan ovi xonimga qaraganimda ichimga azob to'lib, yuragim og'riydi. Bu nima uchun? Men zodi kim? Siz bizning qutqazg'uchimiz, Amarindira, bahubalining o'g'li. Siz apangiz devaslarning yarsiga malham bo'g'ichi. O sizning kelishingizni to'p-to'g'ri 25 yil kutdi. Siz bizning valiahdimiz. Siz biz hayotimiz bedeliga erishgan bir meyve. Bu ishlarni bundan 50 yil ilgirdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. O'g'lim Maishmati xonadonligi bo'g'ingiz Maharaja Vikramida tarafidan qurilgan. Onun aksi Bejala Deva xonzodlik martabasiga tayinlanmagan. Chunki Bejala Deva tabiatidilla adab qoida uqmaydigan, o'yinga berilgan odam edi. Lekin Bejala Deva hammani o'zining meyib bo'lganligini deb biladi. Shung u ko'nglida izchil norozi bo'lib kelgan. Dadangiz vafot bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u kishining qalbida mangu yashaydi. Bo'g'ingiz vafot bo'lganda xonish ig'royoq bo'lganga 6 oy bo'lgan ekan. 3 oydan keyin Maishmati yanıla musibat ichida qoldi. Oilelarining yangisi, ya'ni Bejala Devaning ayoli Shivagami xonadonlikning cho'ng huquqlarini egalladi. U noyda dono ayol bo'lib, xalqning baxtini ko'zlaydi. U xonadonlikning tinch amonligini o'ylaydi. Lekin u taxtni tashlab o'tish qasdi bo'layotganlarning ostirdan harakat qilganligini sezgan edi. Oyning 5-idagi qorong'u kechida xonish yangidi. Xanishning hayotini saqlab qolamadi xonim. باھۇبالى bo'lsin. U yerda turgan qop-quruq taqir menga Tulxutunning peshonasini esimga sep qo'ydi. Shunga men taxtga chiqishim, o'tmishda erishamagan shon-shuhratga erishishim kerak. Şahimiz yo'qsun. Hammanglar xonzodimizga sodiq bo'lamiz deb qasam qilgan. Davlatda musibat bo'lgan chaqda to'plan ko'tirsanglar, podshohimizning farmoniga xiloflik qilgan bo'lsizlar. Başlamçı bo'ldi degan gap, qonun farmonmi uning degan gap. Shivagami xonim. Xon jamoatini qo'llaydiganlar mening yenimga o'tinglar. Kimi bir ayolning qo'lisin Shivagami. Katappa! Ularning asiyligi Mahishmatning sha'niga dog' keltirdi. Bu dog'ni ularning qiyni bilan yug'in. Odamlarimizning ko'z oldimizda o'ltirilishiga qarab turamsizlar. Chiqinglar. Bu qul bilan Shivagamini o'ltirib yetinglar. Kelinglar, Katapani o'ltirib yetinglar. Mening odamlarimni setyapsan-da. Haqiqatan qo'rqinch ekansan. Yoy! Buni qo'rqinish demaymiz, Martanda. Tadbir deymiz.
Xanım, siz turmuş siyasiyon, şundaqlı əzmətgənsiz. Bununla guvaqçı bulalığalığımızdan özümüzni bəxtli hesablaymiz. Taxtga o'tirib mahishmatni idora qilg'aysiz. Yo'q, vazir. Bu mening taxtim emas. Emas kimning xanım? Buni mu so'rashning o'rni bormi, vazir? Bu taxt albatta mening o'g'lim Bilal Devoga mansub. Uningga degan Shivagami. Oğullarımның ikkilisinin taxtga varis qilish huquqi bor. Qaysi bakrak jasoratlik, bakrak rahimdil, bakrak dono bo'lsa, shu mahishmatning taxtiga varis qiladi. Bu mening buyrug'im. Mening buyrug'im qonun demakdir. ममता से भरी तुझे छाँव मिली जुग जुग जीना तू बाहुबली है जहाँ विश्व और अमृत भी मन वो मंथन स्थल माहिष्मति का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली रण में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली Katappa, Qo'rsqon bek echib ketdi. Men hozir xisam bo'lamdi. Shahzodam, Nemishqa hammanglar o'rninglardan turib olsizlar. O'ltiringlar. Menmi yey? Shahzodam, o'zlari bu yerga kelsalar muvofiq bo'lmaydi. Yana kelib biz bilan birga g'izolanmoqchi bo'lyaptilar. Qo'rsqon bek echib ketdi. Gap qilganga qo'saq to'ymaydi-da. Mezirlik taomlari haramlarda tayyor bo'ldi, shahzodam. Oh, bilaman. Lekin sizlarga o'xshash tamoq yesam nima bo'ladi? Tamoqingizdan purqidan ig'izimga seriq suv kelib ketdi. Tayyor bo'lmaydiganligini o'zlarimi biladilar, shahzodam. Sizlar degan xon jamiyatidan. Biz bo'lsak qul. Ma'qul amsa. Mahishmatning shahzodasi bo'lish suputim bilan buyruq qilaman. Yigizib qo'ying tag'a. Bilal Deva! Qaltis bo'ldi Bilal Deva. Men taxtda o'ltirgan chaqda sen mening songunim bo'lasan.
ikkili shahzoda nihoyat yaramli odam bo'ldi. Mayli jasorat yoki bilim jihatdan bo'lsin, ularning kimning ustunligini ayirmoq tez. O'zlari kimni taxtda o'ltirg'izmoqchi valida. Iloh bolalarimni o'xshashli qobiliyatli qildi. Hozir iloh meni sinavatidi. Meni bu qiyin qarorni chiqarishga buyuryapti. Ularning keyingi qitimliq sinig'i texmi qiyinroq bo'lsin. Kimning taxtga o'ltirdig'ini bekitishdan burun validam texmi cho'ng xatarga duch keldi. Ya'ni ular eng ishindigan sakta ularga osiylik qildi. Sakta yasavlarni o'ltirib, harbiy maxfiyatliklarimizni o'g'irlab ketdi. Tezdan shahzodalarni chaqirib kel. Xo'p, valida. Yosh shahzodalar osiylarga zarba berish uchun qo'shni elga yaqinlashdi. Oxirda ular xoinning Singapurim deb atilgan bulongchilar usiga yo'shirinmaganligini jazmlashtirdi. U bir qonunni to'nimaydigan bulongchilar dunyosi bo'lib, o'g'irlar va qotillar intayin ko'p edi. Ularning ko'ziga chiliqib qolgan notanish kishilarning hayotiga har vaqt xavf yetishi mumkin edi. Men burun seni ko'mib ekanman. Men bu yerga amdili kelgan. Amisi yiningga nemishqa pichoq selib oldim. Sen ishpiyon o'xshamamsan, ha? Bizning qarovullarmi vazifasini shundoq ado qilgan bo'lsa-chi. Bu manzaralardan huzurlanishimizga fursat bo'lmagan bo'ladi. Qattiq qo'lliqlamda qiyil ishiltamdi. Azroq hiyla ishlatayli. Sharab bormi? Cho'ng ko'mzaknikini keltir. Teg'imi cho'ngini. Puling bormi? Manga va barliq birodarlarimga yetkudek sharab be. Oyada nemish oldu, chapsam berib qarab baqayli. Bu yerda sharafdan boshqa yana esil narsalar ko'p. मान ले के तेरी बातों ने किया बिन पिए मुझे शराब रे तू ही खोले सारे ताले सुन ले जाने जाना तू ही मेरे दिल की चाबी थी प्याले ये तन के अपीलू में जम के तू मेरा मेरा
प्याले ये तन के अपीलूं मैं जम के तू मेरा मेरा हैरा तुम्हें नशा तेरा तेरा दिल को तेरे प्यार ने घेरा Qo'linglarga tushib qiynalgandan ko'ra o'zimni qiyadan etvoqnim yaxshi. Bilal! Katappa. Bizning maxfiyatligimizni kimga sotding? Ayta. Podshoh Kalakiya. Kalakiyaliklar mayli qanday harbiy tadbir qo'llanishidan qat'iy nazar, ularning qalisi oddiy. Ular xonadonligimizga hujum qilib qoladigan bo'lsa, barliq begunoh bolalarni o'ldirib etadi. Yana barliq ayollarni oyoq osti qiladi. Hammani urib chiqib, ko'ydirib etadi. Bundaq gaplar faqat ba'zi kichik xonadonliklarni qo'rqitalaydi. Bizning 25 ming lashkarimiz bor turuqliq, ya'ni nimadan ansiraydi ekanmiz? Kalakiyaning askari kuchi zodi qanchalik? 10 tumandan ko'proq. Kalakiyalik tajovuzchilar kala qotinidan chiqqandek bag'aligi yerda qirg'inchilik qiladi. Biz davlatimizni qo'g'dash bilan billa yana dushmanga hujum qilishimiz kerak. Qanday tadbir bilan dushmanga hujum qilsak bo'la? Uch tarafdan zarba beraylik. Bu degan faqat kitobda tilga ilingan. Lekin hech kim ishlatib boqmagan usul. Siz jangda sinoqdan o'tmagan usulni ishlatmoqchimi? Azaldan ishlatib boqmagan tadbirni qo'llansak, qilokarliklarning buningga qarata hech qanday qo'g'dinish tadbiri bo'lmaydi. Shuning musha tadbirni qo'llanaylik. Men qo'shilaman. Menmi qo'shilaman? Davlatimizga kiradigan faqat birli yo'l bor. Katappa, dushmanni to'sishga sen mas'ul bo'l. Sana qanchalik odam lozim? 5 ming lashkar oliylari. Men neyze qalqan bilan uzun sap tuzib, odam temi yasayman.
Men qo'shinni boshlab shimol tarafga mas'ul bo'lay. Janub tarafga men bor, sizlar xotirjam bo'linglar. ishonchlik ma'lumotlarga qaraganda Kalakiya shohi orqa safda turib qo'mondonlik qilib askarlarning yerimini avatir ekan. Qo'shinimizning askarlari va qurol yarog'i faqat 3 soatli bardoshlik bera oladi. Mushu vaqt ichida biz cho'qim Kalakiya shohini o'ltirib etishimiz kerak. Shundaq bo'lgandala, ularning qo'shinlari patparaq bo'lib chechilib ketadi. Jangda ikki shahzoda otliq askarlarni ilib, ikki yoqdan Kalakiya shohini qistab kelsin. Ular eng az bo'lgandimi 3 soat vaqtga muhtoj. Vaqti kelganda ular bizga qarata qaytirib hujumga o'tadi. Bo'ldi, ansirmang apa. G'alba bizga mansub. Uning yerimichilik vaqtimi podshohning qal'asini ilishga tamoman yetadi. Nihoyat yaxshi. Moshining bilan taxtda kimning o'ltirdiganligini belgiligida bo'ladi. Kim Kalakiya shohining qal'asini ep kelsa, shu Mahishmatining podshohi bo'lsin. Bu bakli yaxshi taklif bo'ldi. To'g'ri. Qolgan lashkarlarni ikki shahzodaga tang yerimdan bo'lib beringlar. Bilal Diva, bahubali, davlatimizga sadoqatinglarni bildiradigan fursat keldi. Davlatni qo'g'dash burchinglarni ustinglarga ilinglar. Yashsin Mahishmati! Yashsin Mahishmati! Tağılırı sizlarga adil bo'lmabdi. O faqatla sizlarga hujum qilishga ketadigan qurollarni beribdi. Ularni bu sayda nimaga ishlatamiz? Jang harisi bilan esil yaroqlarning hammasini Bilal Divaga beribdi. Bunga norozilik bildirishlar kerak edi. O'g'illari Mahishmatining taxtiga varislik qilish kerak edi. Ammo heliqi hilisi ko'p jiyanlari bo'lsa, Sen nima ekan u hilisi ko'p degan? Uning faqat muvofiq askariy kuchi va qurol yarog'i bo'lmasa, u ati jangda nima qila oladi? Men kuchliklarni texmi kuchlik qilaman. Bu aldamchilik emas, balki tadbir. Hey! U yerdagi kim? Kichik shahzodamiz bizga barliq chidirlarning ustini yirtib menga aklib beringlar degan. Ha? Bilal Divaga hürmet bildireyli. Tanıdışımız yok! Tanıdışımız yok! Tanıdışımız yok! Tanıdışımız yok! Bahubaliga hürmet bildireyli. Bahubali. Bu uzun yıllardan bo'lib kelayotgan murasim. Navoda bir jonivor qurbonlik qilmasa lashkarlar qoyil bo'lmaydi. Shundaq shahzoda. Agar siz nazar qilmasizlar, ilohning g'azabiga uchraylar.
Nemishqa beguna hayvonning qini bilan nazr qilamiz. Men o'zimning qinini taqdim qilay. Yaşson mahişmati! 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 Mahishmati Rayimdel, bu sizlarning oxirgi burstinglar. Sizlar faqat Qur'onni tashlab, Mahishmatiga taslim bo'lsanglar, jininglar omon qoladi. Nimda, dozras tell me. Har tabush crack oyknim bomla. Mohinozuku, lohakwe. Anlasam sen oğullarınğa kimini öldürüp etse, şunu taxt varisi qilman deb va'da beribsan. Bunu kasta. Min opizra. Shukwe. Agar oğullarının hammasi mening qo'limda o'lsa-chi. Min bahatte. Zaratrama maishvlitim rimsa inknim. Min mahatti chuhur frot nama tashvikde. Ta. Krak chuhur har. Men seni va davlatingni idor qilib qolmay, sen bilan to'y qilib, balaliq bo'laman dedi. Manga onun tirigi kerak. Mayli putqili uzilib qonga milansin. Manga onun tirigi kerak. Tabi kruldankra, praka, aktra, trada, opilopi, fixeti. Tabi kruldankra. Mayli onun ko'zini uyub, a'zolarini chanib etinglar. Manga onun tirigi kerak. Cho'qim tirigini akilinglar. Katappa! Labbay xonim. Jang boshlanganligini jakala. Hammasi bitdi. Shartash qochilinglar. Qo'yib beringlar. Buyruq tushirsilar bahubali. Tayyorlaninglar. Sap tuzib, yig'ilinglar. Min kabako kiya. Har tabus ha. Etinga!
Tabi beringlar! Halt sıkıldınız bahubali. Halt! Yawo bengke apa? Udah cukup. Tabu syara. Azimatlarim, tayyor misizlar? Tayyor! Qat'iy bo'shashmanglar, ching turinglar. Kılıçbazlar, sep almışsınlar!
tarafdan hücum qilish taktikasi boshlansin. To'xtanglar! Bilal diva! Şahzadem! Şahzadem. Azmatlarım! Səhvni müstəhkəmlənlər! Tez! Tez bulunlar! Səhvni müstəhkəmlənlər! Bulunlar! Bulunlar!
Müdafiəmiz buzub taşlandı. Maişmati asmanında toncu qetin düşman bayrağının ləpildiganligini görüşüm. Bu bizning ölüm günümüz emasmi? Ölüm. 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 Azmatla! Ölüm degan nima? Düşman kuchli bo'lg'achqa hammamiz o'limdan qechib qutulolmasligimiz mumkin. Janggohda ojizlik qilish o'lgan bilan barobar. Buni hammanglar bilasizlar. Gepimga quloq solinglar azmatlar. Bizning onimizni haqoratlagan odam teg'incha hayot. Uning qallisini kesib onimizning oldiga epganmay turib qo'shqinimizning o'zimi o'lgan bilan barobar bo'ladi. Men o'limga qaramay, olg'a ilgirlashni qaror qildim. Onimiz va davlatimizni tajovuzchilarning ziyonkashligidan saqlayman. Men bu nijislarni o'ldirib, pora qilib o'taman. Kim men bilan kurash qilishni xohlaydi? Men! Kim men bilan janggohda qurbon bo'lishni xohlaydi? Men! Kim men bilan birga yana qayta bosh ko'tarishni xohlaydi? Men! Men! Yaşson mahishmati! Yaşson mahishmati! Yaşson mahishmati! Mahishmati yaşson! Hurra! Mahishmati yaşson! Mahishmati yaşson! Askar simpati olg'a!
tirigi kerak. Mayli putquli üzülüp qanğı milansin, manga uning tirigi kerak. Mayli uning ko'zini uyub a'zolarini chonib yetinglar, cho'qim uning tirigini akilinglar. Mening o'g'lim yaraydi. Bilal Diva! Bilal Diva! Mening o'g'lim o'ltirdi. Mening o'g'lim Klaki Yashayini o'ltirib, jang g'albisini qo'lga keltirdi. Kelgusidagi podshohimiz Bilal Divaga hurmat bildiraylik. Yaşasın Bilal Diva! Yaşasın! Bilal Divaning qahramonligi maishmatida cho'qim eg'izdan eg'izga ko'chib, avloddan avlodga tarqalib madilanadi. Onun qalbi qilganlik to'g'risidagi rivoyati ibodatxonalarning temiga yoziladi. Bugun men o'g'lim Bilal Divaning maishmati davlatining harbiy ishlar sanğılığı tayinlanganligini jakalayman. Shundaqli yana o'g'lim bahubalining maishmati davlatining podshohi bo'lganligini jakalayman. Hey Shivagami! Bu qanday qaror? Oğlum, mening o'g'lim Klaki Yashayning kalısını aldı. Bunu sizmi o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Shunga o podshoh bo'lish kerak. Faqat ular podshoh bo'lish kerak. Bir podshohning qobiliyati uning qanchalik odam o'ltirganligi bilan emas, balki qancha odam qutqizganligi bilan o'lchanadi. Jangda Bilal Diva butun zehnini faqat dushmanni o'ltirishga qaratdi. Lekin bahubali dushmanni o'ltirib qolmay, yana o'z puhralarini qutqizdi. Mana bu lashkar bilan podshohning farqi. 100 odamni o'ltirsangmi, sen faqat botir degan nomni ola olaysan. Lekin bir odamning jinini qutqizsang, iloh deb otilasan. Ha, faqat necha odamni qutqizganligi uchunla podshoh u bo'lamda. Xayrli bir kunni tanlab bahubalining taxtga o'tirish marosimi o'tkazilsin. Bu mening buyrug'im. Mening buyrug'im qonun. Amarinda bahubali! Şan şeref bunu mensup! Şan şeref bunu mensup! Bunu mensup! Amarinda bahubali! Bunu mensup! Bunu mensup! Bunu mensup! Bunu mensup! Bunu mensup! Bunu mensup! Mening o'g'lim asli shundoq bir ulug' podshohning o'g'li ekan-da. Biz buningdan bakli xushal. Shu ulug' podshohni bir ko'rishni to'liq arzu qilardik. Podshohimiz o'lib ketdi. Qutqazg'uchimiz o'lib ketdi. Siz uning botirligidan dushman yaqin kelmaydi. Badaniga nayza qilish o'tmaydi demaganmi? Mushundaq bir ulug' shoh qanday qilib o'lib ketdi? Nayza qilishdanmi xatarlik bo'g'ini ostiribdan hujum qilish mahindora. Uningga kim ziyonkashlik qilgan? Zodi kim? Xoin. Man.